Bilasizmi, biznesni yaxshi yomoni bo'lmaydi. Ya'ni biznesni o'zini to'g'ri formulasi bor, o'shani ishlatsangiz, mehmonxona bo'ladimi, magazin bo'ladimi, ustaxona bo'ladimi, hammasiga muvaffaqiyatga erishish juda ham oson. Harakat, tartib va intizom. Arendatorlarga murojaat, iltimos, arendangizni ko'tarib o'tirmanglar. Mana masalan, men birinchi tochkamni yopdim. Arendani 2 barobar ko'taryapti. Biza kakana есть, как штук dollarda to'laganmiz o'sha arendani. Перечисление bo'lgan, naqd bo'lgan tarafi, naqdini kakana есть, dollar qilganmiz kvadrati uchun определенный pul. Договор qilgan, biza bergan o'sha pulni. O'sha dollar qolgan o'sha, ya'ni qani aytsam, o'sha payt masalan 9000 so'm 1 dollar edi. Hozir masalan 12000 so'm. Ya'ni 30% ga ko'tarilganda hamma narsa 30% ko'tarilgan holda olgan o'sha pulni. Yana mana bunday qilish sal noto'g'riroqda. U menga mana shu videoda kakana есть, men qanaqa hayotda bo'lsam, xuddi shunaqa videoda men birovni aldash bilan noto'g'ri bu narsa. Odamlar уже mana shu muvaffaqiyatdan уже charchagan уже odamlar. Na samom delida, Farhod, hozir masalan birovni aytmaylik, men Instagramda ko'rgan mashinangni, mana masalan Instagramda ko'rgan mashinangni hayotda ko'rsang, u qanaqa tuning qilmagan bo'lsa, baribir hayotda boshqa narsa. Hurmatli ustalar, o'zingizga oylik belgilab qo'yinglar. Ya'ni sen ertaga o'sasan, o'zingni o'rningga kelgan odamga o'sha o'zingni oyligingni berasan. Keyin ya'ni dividendga yashab yurasan. Oylik. Mana masalan hozir sen shu kompaniyaning rahbari, oylik belgilab qo'yasan va o'sha oylikka yashab qo'yasan. Hozirgi kunda mijozlarga nima kerak? Hissiyot kerak. Ya'ni o'zi kelgan joyi hissiyotlari. Ya'ni sen usta bo'lsang ham, sen o'zingni yaxshi ko'rishing kerak va o'zing uchun eng zo'r sharoitlar yaratishing kerak. Mana masalan odam keldimi, ishxonangga qaraydi. Qanaqa sen ishlaysan? Va o'sha payt qaror qabul qiladi. Sendan sotib olish yoki sotib olmaslik. Ya'ni Instagramda hammasi ideal bo'lishi mumkin. Hayot bilan Instagram agarda farq qilsa, bu juda ham katta muammo. Mana masalan Buxoroda Chorbaqir degan joy bor. Men 20 yildan beri o'sha yerda borib shashlik yeyman. Hozirda bizada Yar biznes klub bor. O'sha klub bilan ertalab samolyot bilan boramiz, o'sha yerda ovqat yeymiz, kechqurun samolyotda qaytib kelamiz. Nima uchun? Chunki ta'mizi, mahsuloti yaxshi va eng zo'r hissiyotlar beradi. Eng oddiy misol Yandex. 17-yil kirganida 5000 so'm bilan Mercedes kelardi oldinga. Bozorni egallab oldi. Hozir masalan sen ko'chaga chiqib taksi ushlamaysan, to'g'rimi? To'g'ri. Masalan ko'chada taksi 10 ming olsa, Yandex 35 ming olsa ham sen Yandex bilan borasan. Senga qadriyat beradi va sen bilasan o'sha paytki seni aldamaydi. Shotchik bo'yicha sen ketasan. Aldanib qolmasligi uchun odamlar pul sarflaydi. Siz bilan Azizbek Bakayev va bugun birinchi biznes razborimiz. O'zimizni YouTube sahifamizda ustalarga, ya'ni hunarmandlikdan biznesga o'tish qadam harakatlarini aytib beramiz. Bitta ko'ramiz. 2019-yil o'zimni birinchi ustaxonamni ochib, o'sha paytda ustagarchilik qilaman. Bundan oldin men mehmonxonalarimni boshqarganman va bilasizmi, biznesni yaxshi yomoni bo'lmaydi. Ya'ni biznesni o'zini to'g'ri formulasi bor, o'shani ishlatsangiz, mehmonxona bo'ladimi, magazin bo'ladimi, ustaxona bo'ladimi, hammasiga muvaffaqiyatga erishish juda ham oson. Harakat, tartib va intizom. Va bitta zo'r narsa bor. Yordam bermoqchi bo'lsang, eng yaqinlaringdan boshla. Bugun biz Perfect Light studiyasida bu Farhod, meni 20 yillik o'rtog'im, meni shogirdim, halol pokiza avtobotdan o'rganib chiqib kelgan bola va bugun men harakat qilaman shu bolaning, shu yigitning biznesini yanada rivojlantirishga o'z tajribam bilan bo'lishaman. Oddiy sabab, bilim bu omonat. Omonat bilan esa bo'lishish shart deb hisoblayman. Itak kelishingiz mumkin. Ushbu yerda shu bola Fara bilan shug'ullanadi. Ismi ham Farhod. Vitrinalari, juda ham ko'p narsalari avtobotga o'xshashi mumkin, chunki biza haligacha yaqin o'rtoq biza, men uni konkurent sifatida bilmayman va xursandman. Shunaqa odamlar bozorda bor, chunki
Konkurensiya bo'lgan joyda o'sish bo'ladi. Konkurensiyasiz o'sish bo'lmaydi. Sizda-yu определенный mahsulotga odamlar pulini to'lab 1 yil kutib turardi. Keyin yana shapkam chiqqan edi o'sha narsaga. Nimaligini men aytmayman lekin. Do'stlarim, tanishlaringiz mumkin. Farhod Safarov. Assalomu alaykum. Давайте mikrofon. Tegizib qo'yaman. Xo'p, Farhod Safarov, nechinchi yilsan? 91. 91. Men 90-yil. Yaqin meni o'rtog'im. Farhod, necha yildan beri sen alohida ishlayapsan? 4 yil oshiq bo'ldi. 4 yil oshiq bo'ldi. Xo'p, mendan rozimisan? Конечно. Ты же мой брат. Ты же mой брат. Farhod, bugun men keldim sana oldinga, ya'ni yordam tariqasida, ya'ni biznesingni yanada rivojlantirish tariqasida. Va eng katta muammolaringdan birini aytsang, men uni обязательно yozib olaman va yordam berishga harakat qilaman. Eng katta muammolarimdan biri ishchi kuchi. Ish kuchi, ya'ni работники, сотрудники. Сотрудникlar. Yoshlar ishlashni xohlamaydi, lekin pul topishni xohlaydi. То есть они не хотят работать, но при этом получать заработную плату. Ularni aldash eng zo'r yo'lini aytaymi? Да. Pul berginu ishlatma. Yo'q, aslida bunday ishlamaydi. Mana masalan men 2008-yilda esingda bo'lsa Buxoroda avtoservisda ishlaganimda 3 oy men shunaqa просто tak borib ishlab kelganman. Ya'ni pul haqida ustozimga gapirish mumkin emas edi. Agar pul bilan gapirsang bir shapot zo'ridan yerdi. Buxoroda hali beri shu tema ketyapti. Buxoroliklar, aloqaga chiqinglar. Sizga bir zo'r takliflarimiz bor. Xo'p, Farhod, o'zing haqida qisqacha aytib ber, nima ish qilasan hozirgi kunda va nima uslugalaring bor? Hozirgi paytda основная услуга menda avtosvet, ya'ni любой avtomobilni chirog'ini o'zgartirib, mo'shni qilib bera olaman. Zo'r qilib berasan, to'g'rimi? To'g'ri, fara kerak bo'lsa, Farhod Ko'kcha Machit tomonida ustaxonalari. Ikkinchisi Avtobot workshop Azbek. Ya, ikkinchimiz. Birinchimiz lekin. Hazil albatta, birinchi Avtobot. Birinchi bo'lgan Farhod. Rahmat. Biz konkurent, lekin rizqiga konkurent emas biz. To'ppa-to'g'ri. O'zing ishxonang haqida gapirib berding. O'zimning ishxonam oldin Farxatskida bo'lgan. Hozirdan 5 qayroqcha ko'chib o'tganmiz. Sababi arenda. O'zimizni joyimiz emas, bu ham arendada. Arendator har safar kelib narxni ko'taraman degandan keyin stabilность bo'lmasdan qoldi. O'sha sabab ham u yoqni tark etishga majbur bo'ldik. Mana bu yoqqa keldik. Arendatorlarga murojaat, iltimos. Arendangizni ko'tarib o'tirmanglar. Mana masalan, men birinchi tochkamni yopdim. Arendani 2 barobar ko'taryapti. Biza kakana есть, как штук dollarda to'laganmiz o'sha arendani. Перечисление bo'lgan, naqd bo'lgan tarafi, naqdini kakana есть, dollar qilganmiz kvadrati uchun определенный pul. Договор qilganmiz, bergan o'sha pulni. O'sha dollar qolgan o'sha, ya'ni qani aytsam, o'sha payt masalan 9000 so'm 1 dollar edi. Hozir masalan 12000 so'm. Ya'ni 30% ga ko'tarilganda hamma narsa 30% ko'tarilgan holda olgan o'sha pulni. Yana mana bunday qilish sal noto'g'riroqda. Senga yana bitta eng katta meni tavsiyam, перечисленияga do'goringni tuzgin advokatlar bilan. Mana masalan Tillayev bor, Abduxoliq. O'sha bilan do'gorni tuzgin va перечисление bilan ishlagin. To'la nalogini. Yaqinda xudo xolasa shunaqa niyatda yuribman, yangi joy, yangi tochka ochmoqchiman. В любом случае через qog'oz bo'ladi. O'sha nega charchadim. Qog'oz hamma charchagan. Mana kommentariyada yozaveringlar, agarda kimda shunaqa muammo bo'lgan bo'lsa, yana qalamsiz bo'lmayapti. Arendani ko'targan va hokazo. Biz hozir mana dunyoviy bozorga juda ham katta qadam bilan kirib kelyapmiz. Butun dunyoda sen ham borgan, masalan, Dubayga borgan, Rossiyada ishlagansan va boshqa joyda, hamma joyda qog'oz qalam. Sani majburiyatlaring qog'ozda, haqlaring qog'ozda. Ya'ni do'g'ir qo'ysam, sen do'g'irdan shagli va shakprava bo'lmaydi. Xuddi shunday. Mana bu muammo, demak, сотрудники, ya'ni ishchilar
Arenda bu haqiqatan muammo. Va to'g'risida misol uchun Farhod, oddiy narsani men senga aytaman. Masalan, arendodatelь senga beradi-da, mana shu joyni $1000 ga. Senga aytadi, mana menga 5 million bergin, переселение deydi. Qolgan 7 millionni menga naqd bergin deydi. To'g'rimi? U nima haqida gap ketyapti? Nalogdan qochish haqida ketyapti. Endi meni fikrim bo'yicha nalogdan qochish bu bugungi kunda bu rastrel bilan bir narsa. U to'pponchani olib o'zing oyog'ingga otganing bilan bir xil. Chunki tutilib qolsang yetadi shuni. U shtrafi yetadi. Mana masalan bitta gap bor, bu prikol bor. Taqiqlangan moddalarni o'shani iste'molchilari topa oladi-yu, lekin kerakli odamlar uni topa olmaydi. Bu aslida eng katta mif va fake. Hamma o'zini ishini yaxshi biladi. Hozir sifrovizatsiya bo'lgan, ya'ni raqamlashtirish bo'lgan va mana bu yerga kelib bir kunlik savdo ko'tarib hammasini qilishlari mumkin. Ya'ni men hamma gaplarim bitta переходи на белую кассу. Ya'ni oq kassaga o'tgin. Qadam-ba-qadam, asta-sekin, ya'ni san emas, вообще в принципе любой usta akalar, aka-ukalar bitta P2P qilsangiz, bitta kartadan kartaga o'zingizga pul o'tkazsangiz, 1 yillik оборот tuzib ko'tarib, o'shandan nalog to'laysizlar. Серьезный narsa bo'ladi. O'shanga lучше через счет. Mana masalan, YTTga 1% mi, 4% mi, 1% nalog. U hech gap emas. Yaxshi bo'lgan. Juda ham yaxshi bo'ldi. Yaqinda keldilar nalogidan. То есть через telefon bo'ldi. Hozir hammasi oson bo'lib qoldi. Xudo xolasa, polностью endi hammasi oq kassa bo'ladi, qora kassa. Oldindan bo'lmaganman-da, endi dalsham bo'lmaydi, xudo xolasa. Oq kassa. Hamma narsani biladi. Birovni aldash kerak emas. Hamma narsani biladi, Farhod. Shuna. Narusheniy qilasan, narusheniylaringni hammasini biladi. Hamma biladi. Shuna. Просто insofli bo'l, nalogini ber. Beramiz. O'g'risang ham nalogini ber, bo'ldi. Bu albattaki hazil, men hech kimni yomonlikka chaqirmayman. Просто haqiqat. Как она есть? Men bilmayman nima bo'ladi menga, lekin xayr. Operator keyin o'zingiz bilasiz. Xo'p, Farhod, endi ishxonangni menga bitta ko'rsatgin. Nima ish qilasan? Ishxonamda данный момент myatinachilarimiz bor. Myatinachilarimiz отдельно ishlaydi. То есть mendan tashqari holda ishlaydi. То есть menga ish kelsa ham myatinachilarim bilan o'zi bilan tanishtirib qo'yaman. Okalar, mana shu Sen o'rtada yo'qsan. Yo'q, o'rtada yo'qman. Sababi o'rtaga kirish yoqtirmayman. Xo'p, sababi shu. Tonirovka, broneplyonka qilamiz. Mani bo'llarim bor, mani qo'limda ishlaydi. То есть мы с ним вместе зарабатываем. То есть men ishlayman, ular ham. То есть sen delita qilasan-da. То есть мы делимся. Da. Endi Farhod, sana mana masalan bizning gruppamiz bor, Avtosvet.uz, ustalarning gruppasi bor, Avtosvet.uz. O'sha yerda где-то 60 ta odam bor bugungi kunda. Endi va sani boshqa ustaxonalardan farq qilayotgan narsangni aytgan. Yolg'on aralashtirmayman. Ya'ni oka, men sizga 1 yil garantiya beraman degan paytim telefonimni ko'tarmasdan qolmayman. Faram drabjeniya qilib qolsa yo boshqa narsa bo'lsa yoki-da fara kuyib qolsa yo boshqa narsa bo'lsa, misol uchun 1 yilga berilgan 11 oyu 29 kun yoki 30 kun bo'lgan bo'lsa, 31-kuniga o'tmagan bo'lsa, ya'ni 1-yanvarga o'tmagan bo'lsa, men BSB u mashinani to'g'rilab joyiga qaytadan joyiga yangi qilib beraman yoki-da remont qilib bo'lsa, remont qilib beraman. Mas'uliyatli-da. Mas'uliyat, ответственность bor bizda. Rostini ayt, $30 linzani olib $200 sotasanmi? Rostini aytaymi, $500 ham qo'limdan kelsa sotib bilaman, lekin qilmayman bu ishni. Просто o'zimni Har tajriba. bitta narsani o'zini qiymati bor. O'sha qiymatida sotiladi. Misol uchun, men o'z bizada showroomimiz bor, showroomimizdan Kelinglar bitta ko'raylik shuni. Misol uchun, mana shu narsa vaqtida paytida $700 sotilgan, narx ham yozib qo'yilgan, o'zi minus 20% qilib qo'yilgan. Menga покупатель kelgan paytda, ya'ni потребитель kelgan paytda aytaman, bu necha yildan beri turibdi-manda. Aka deyman, mana bu Gelenwagen'da yonib beradi va o'chadi, lekin buni chirog'i slab deyman. Menda mana bu narsa deyman, misol uchun $300, $400 turadi.
$400 turayotgan narsam $700dan aqlliroq deyman. Haqiqatdan ham yo'qib ko'rsataman bu narsani. Farqini ko'r. То есть faqat puli qimmat bo'lgan narsa yaxshi bo'lmaydi hamma vaqt ham deb tushuntirib beraman. Mana bu arzonroq bo'lsa ham, imенно sani mashinangga mana bu narsa to'g'ri keladi. Birovning mashinasiga mana bu narsa to'g'ri keladi. Mana bu qimmatini birovning mashinasiga, ya'ni birovga to'g'ri kelayotgan narsani sotaman men, deyman. Xo'p, faqat qara, masalan, senda hozir mana bu $300 turadi-da. Bozorda bormi shu narsa? Yo'q, men bozordan umuman narsa olmayman. Tushundim, chunki То есть bozorda korobkasi bor. Bozorda mana shu narsa korobkasi bo'lishi mumkin. No, na samom деле ichini ochib ko'rganda, ichi svetrlari bilan, chiroqlar ranglari bilan farq qiladi. ochiq dardimni aytyapsan hozir. Ochiq oydin aytish kerak bu narsani, yolg'on gapirib foydasi yo'q. Lekin mana bu narsa avtobusda bor. Endi Yana ABS deb ustiga yozib qo'yganman, avtobus deb yana. Konkurentlar ko'rsin, yonib o'lsin deb. astag'firullah. Albatta. Bunaqa hazillashma, konkurent kelib hate o'zi like, anaqa like konkurent sizlar-yu, avtobusga boshqa konkurent yo'q. O'zbekistonda kamida bir 100 kishi bor, bir 100 ta, 200 ta. 200 ta, 500 ta bo'lsa ham farqi yo'q menga. Men faqat единственный konkurent avtobus workshopni bilaman, nimaiki mendan yolg'on aralashtirmay, to'g'risini aytaman, ozgincha yaxshiroq. Ozgincha. Rahmat. Lekin men harakat qilyapman sizlardan o'tib ketishga. Вот и konkurensiya, mana shu narsa uchun kerak, yana o'sishing kerak, Farhod. Ya'ni hozir usta zonangda o'sha necha kishi ishlaydi? Hozirdan men 3 kishi qo'limni ostida ishlaydi. Bugun yakshanbaligi hisobiga ozgina dam olinglar deganman. Bitta bolam bor o'zi menda, yordamchi. O'zing ham ishlaysan, to'g'rimi? Men в основном o'zim ishlayman. Mana bu operatsionkadan chiqish maqsading bormi? Maqsadim bor, faqat imенно aytganimni qilayotgan, hali imенно men aytgandek qilib berayotgan bola chiqmayapti. O'sha sabab ham men chiqmasdan operatsionkada yuribman. Imенно men ishlab beraman, oka, men shu aytganingizdek qilib beraman desa, men bor uzr. Aytganingizdek qilib beraman ishni deb, imенно aytganimdan chiqazib bersa agar, o'sha payt men ukam, mana bu ishxona saniki, mana bu ish hammasi saniki, men chiqdim ketdim deyman. Chiqdim ketdim ham qanaqa hisob kitob bilan. Men senga bitta sir aytaman-da, o'rtog'im, radnoyim bo'lganing uchun bunaqa odam hali tug'ilmagan, tug'ilmaydi ham. Ya'ni sen o'sha odamni instruksiya bo'yicha yaratishing mumkin. Ya'ni создать специалиста. Odam emas, spesialistni создать qilishing mumkin. Ya'ni instruksiya bilan. Eng oddiy misol keltiraman men sizga, yo'l harakati xavfsizligi qoidalari bor. O'shalarga amal qilsang, 2 dunyo shtraf kelmaydi. Amal qilsang. Ko'patadi. Amal qilmasang shtraf kelaveradi, Farhod. Shunaqa. Bu eng zo'r sistema. Mana masalan, bizning davlatimizni olsak, juda ham zo'r hamma narsa yozilgan bizda. Nalog uchun kim javob beradi? Tam huquqni muhofaza qiluvchi organ va hokazo. Ya'ni hammasi cho'tka yozilgan. Masalan, mahallangda bironta muammo bo'lsa, sen mahalla komitetga borishing kerak, uyingni qo'riqlaydigan profilaktika inspektor bor. Hamma narsa o'shandan o'rnak olib qilsang ham bo'ladi. Ya'ni men qanaqadir sekret, qanaqadir osmondan kelgan narsani aytmoqchi emasman. Hamma narsa bor. Internetda ham bor. Mensiz ham bu narsa bo'lgan, bo'ladi ham va bor. Просто yordam tariqasida senga yordam bermoqchi bo'lgan joyim Farhod o'sgan, operatsionkadan chiqqan. O'sgan, bolalaringni huzurini ko'rgan. Ya'ni biznesingda так не стоит, как будто ты этот мы же не в hokimiyat. Biznes qachon o'sadi? Qachonki hammaga yaxshi. Ya'ni win-win-win. Win-win degan gap bor, lekin aslida win-win-win. Qanday bo'ladi? Shogirdlaringga yaxshi bo'lishi kerak, условия, ya'ni ishxonang issiq, instrumentlaring yaxshi. Mijozlaringga yaxshi svet, ya'ni xavfsizlik, mana shu yo'lda yurganida yo'lni boshqara olsin, kontrol olsin va senga, ya'ni senga daromad tushishi. Sen условия yaratasan, hammasiga o'sha payt kengayib ketasan va katta bo'lib ketasan. Xudo xolasa. Xudo xohlaydi. Sen faqat harakat qilgin. Harakat qilamiz. O'zi shu Xudo xohlaydi deganim, men uverenman, to shu Xudo faqat xohlaydi. Men uverenman. Men hayotimda bo'lmagan vaziyat qachonki chiqib ketmagan vaziyatim bo'lmagan. Hamma joyda oldim
yuragimda Xudo bor endi. Ладно, об этом сейчас не будем. Давай посмотрим. Давай sani bitta рабочий zonangni ko'ramiz. Va yana Rабочий muammolar. zonamda uyalaman de, ozgina kirroq edi. Farhod, bilasanmi qanday? Kir bo'lmagan joy o'zi aslida yo'q. Mana masalan bizda ham bardak, bizda har xil vaziyat bo'ladi-da ishxonada. U hech gap emas. Lekin sen o'zing o'shani bartaraf etsang, barakang yanada oshadi. Harakatda barakat. Ota tayyor faralaring yo'q, ha? Yo'q, hozirdan men tayyor farani eskizlar qilib qo'yilgan. Tak, do'stlarim, bitta narsa, usta akalar, fara bilan shug'ullanadigan akalar. Yaponiyada kaizen sistemasi bor. Endi qaranglar, qilib qo'ygan narsasini. Mana bu yerda tayyor qilib qo'ygan, ya'ni teshilgan boltlarini qo'ygan, ya'ni ertaga mashina kelsa, juda ham tez qo'yaverishi hech gap emas, to'g'rimi? Shunaqa. Это же классно, Farhod. Eskiz qilib qo'yiladi, обязательно. Nimaiki mashina to'lib ketsa, agar o'spivat qilmasligingiz mumkin. Nimaiki рабочий kuch yana aytyapman, bizda ozgina kamroq. Bu yaxshi. Keling ko'rsataman. Mashinalardan eng qiynalayotgan mashina qaysi sana? Innomarka любой bittasini qilib tashlaymiz, faqatgina Cobalt. Usta akalar, Cobalt sizni qiynaydimi fara bo'yicha? Eng yomoni vibratsiya bo'ladi. Mana bunaqalar fara vibratsiya beradi. Eng yomoni Cobalt. No, lekin eng ko'p qilayotgan mashinam ham Cobalt, sababi har kim ham eplab bilmaydi Cobalt, o'shaning uchun menga ko'p keladi. Menda qimmat eng qizig'i. Sanda mendan qimmatmi? Yo'q. Ozgina arzon bo'lsa kerak. Nechta uстановка sanda? $130. Menda sal qimmatroq ekan. Ozgina qimmatroq. Рабочий zonamiz ozgina kirroq edi. Farhod, kir... Нет, это не кир. Это нормально, обычная рабочая zona. Instrumentlarimizni Ishxonang yomon emas. Va men bu yerda senga qanaqadir nastavnichisi, ya'ni sen unaqa maktabda emas biza. Biza hayotda, real hayot bilan maktab sal farq qiladi-da. Chunki bu yerda hamma ishlaringni yaxshi qilsang, kuchayib ketasan va ko'tarilib ketasan. Maktabda maksimum 5 baho olasan. Shunaqa. Xo'p. Bu yerda sen o'sha farani yopasan, to'g'rimi? Ha, fara yopilayotgan jarayon mana shu ichkarida bo'ladi. Sababi biza yo'l yuziga bo'lganimiz uchun juda ham chang bizada ko'p bo'ladi. O'sha sabab ichkariga olib kirib, sami последний etap, ya'ni artib, surtilib, o'sha yoqda apparatda yopib beradi. Farhod, qanchadan beri qancha ishlaysan kuniga? Ya'ni ertalab kelib nechagacha qolasan? 10dan 8 gacha в основном o'tiraman ishxonada. Inakda bo'ladi, voqliroq ham ketib qolaman. Qachonki уже напряг bo'ladi, mashina ko'p bo'lgandan keyin kerak bo'lsa, ertalabgacha ham qolib ishlab beraman. Sababi bolalarim og'ir tushmasin deyman, o'zim ishlayman bolalarim bilan birga. Xo'p, hamma instrumentlaringni, tovarlaringni ostatkasi bormi senda? Soni bormi? Tovarlarimni soni bor. To есть nima ostatkam borligini bilaman hammasini. Nimadir sotilmayotgan bo'lsa ham bir chekkaga olib qo'yaman. Ularni ham harakat qilamiz sotishga. Lekin hamma vaqt emas. Nima sababki narsa kelgandan keyin birinchi очередda bizada meni maqsadim nima? Odamlarga oddiy prosta chiroq qo'yib berib, bo'ldi, aka, pulni bering, chiqib keting deyishni xohlamayman. Birinchi очередda odamlarda pozitiv ulashga, to есть mana shu yoqdan chiqib ketgan payt xursand bo'lib chiqib ketishini xohlayman. Kechqurun qo'yib, hamma xursand bo'lib ketadi. Hamma xursand bo'lib ketadi, lekin agarda men noto'g'ri chiroq, ya'ni ozgina yomon narsa olib kirganimni agar qo'yib bersam, u уже xursand bo'lib chiqib ketmaydi. O'sha sabab ham unaqa narsalarni bir chekkaga olib tashlayman. Okey, bo'lmaydi. Menga bor narsa yotibdi deyman. Lekin odamlar mana shu narsani sotyapti deyman. To'g'risida sotmayman u narsani. Yotadi menda. Mana shunaqa ostatkalarim bor. Tushundim. Biznesda hamma ham adashadi-yu, o'shanga men ham adashib qolgan joyim. Mani ostatkamni ko'rsang, yig'lab o'tirasan. Sabab bir narsa yaxshi chiqadi, yomon bo'lgan narsani men sota olmayman. Men masalan bir necha ming dollarda ostatkalarim bor. Tumanka uchun led kelgan,
endi xitoyliklar noto'g'ri jo'natgan menga va H4 lampa, H3 lampa kelgan LED uni qo'yib bo'lmaydi, sotib bo'lmaydi. Shunaqa. Menda bo'ldi, omonat bo'lib qoldi u. Yangi narsa jalqa tashlashga, lekin o'rnatishga ham o'rnata olmayman. Pul deb o'zimni o'rnamusimni sota olmayman. Shunaqa. Eng katta niyating nima shu biznesda? Eng katta niyatim qanday aytsam? Birinchi o'chirida to'g'ri chiroqli odamlar tumankasida bizani tomosha qilib, tumankalardagi LEDlarni olib tashlasa, eng katta niyatim shu. LEDlarni olib tashlab, imенно odamlar ozgina o'zi uchun ham xarajat qilishni o'rgansin. To есть arzonchi narsani qo'yib qo'yib, hammani ko'ziga tushirib, birovni qarg'ishga qo'yib ketib, Zato arzon-ku. Qarg'ish bo'ladimi? И 7 поколений твоих они будут плохо говорить. Zato arzon-ku, Farhod. Gap yo'q, men bitta narsada aytaman, mana bu arzon telefon, mana bu qimmat telefon. Ikkita telefon bilan ham yuribman. Lekin joy-joyida ishlataman mana shu telefonlarni. To есть arzon telefon hamma vaqt ishlatmasam ham, joy-joyida ishlataman. O'shani хотя бы совмещать qilish ham mumkin-ku, misol uchun. Cho'lda yuradi, adirda yuradi. Bo'ldi, arzon mashinasida arzon narsasini qo'yib, cho'lda adirda yursin. Farhod endi birovni ko'ziga tushmasin. Narsani birovga xalaqit bermasin. Juda ham такой вот жестокий narsada. O'zbekistonda yaxshi yomon narsa yo'q. Nimagadir haligacha arzon va qimmat deydi. Tushunaman. Mana shuni переводи bormi? Kimdir menga shu ma'noviy tomondan shuni yordam beringlar, chunki yordam beringlar u translate qilishga, ya'ni перевод qilishga. Chunki hozir masalan arzon narsa ham yaxshi bo'lishi mumkin-da. Bor shunaqa narsa. Masalan, menda linza bor, $100 turadi. Endi bizning tariqamizda bu arzon, lekin zo'r narsa. Ha, shunaqa. Bizda ham bor edi, $100lik linzalar juda ham ko'p sotdik. Lekin to'g'risini aytaman, oxirgi payt уже, то есть narsani boshiga qiziqtirish uchun yaxshi narsani beryapti. Qiziqtirib bo'lgandan keyin na тебе deyapti-yu, yuboryapti. Xuddi o'sha korpus chiqyapti, xuddi o'sha korobka, ichlari bir xil, faqat yoqib ko'rasan, u boshqa. Mana masalan, bozorimizda bo'lgan narsa Zimmer LED chiqqanida 20-yil esingdami? $50 edi. $55 edi. $50 edi Zimmer LED. Hozir $7 atrofida turadi u narsa. Lekin korobka o'sha, korpus o'sha, plus minus hamma narsa o'sha, lekin narsa boshqa va kuyib ketishi hech gap emas. Lekin kuyib $12 hozirdan $12 sotilyapti. No не fakt, to что 5 barobar, 4 barobar narxi tushdi va eng zo'r tomoni endi o'shani tumankaga qo'yadi-ku odamlar. Tez kuyadi, mana shunisi zo'r. Lekin yomon tarafi to что shu LED qo'yadi. Bunday qilaylik, Zimmer deb gapirib o'tirmaylik. Любой kompaniya, то есть Zimmerga bizning biron nimamiz yo'q. То есть biz hozir narx haqida gapiryapmiz. O'sha boshida $50 edi, hozir $7. Zimmer demaylik. Вообще shunaqa LED lampochkalar bor-da, shunaqa bo'ladi. Zimmer emas. То есть bor shunaqa arzoncha lampochkalar. Endi qo'yamiz ularni hammasini до конца. Давай biznesingda maqsading nima? Men hozir yozib olaman va senga yo'l yo'rig'ini aytaman. Qachon men qaytib kelib shuni tekshirib olay? Qachon? Maqsadim takomillashtirish bolalarni. Takomillashtirish bolalarni. Bolalarimni. Asan o'zing takomillashtirgan. O'zim ham takomillashishim kerak. Ya'ni bitta yo'nalishga kirib olib, to'g'ri, imенно joy-joyida hammasini qo'yib, imенно po письменном виде, ya'ni qog'oz, qalam orqali hammasi bo'lishi xohlayman. Maqsad shunaqa bo'layapti. Farhod, bu oddiy xohlashmi yoki haqiqatan kerakmi? Kerakli narsa, juda ham kerakli narsa u. Qog'oz qalamsiz bo'lmayapti. Senda ikkita variant bor. Yokida umringning oxirigacha mana shuni ustaxona yurish va fikrlash, takomillashtirish kerak deb yurish, yokida mana hozirning o'zida masalan dogovor подписать qilaman, ya'ni endi bratskiy такой, джентльменский соглашение. Va shu kunning o'zidan biz bir ishni boshlaymiz. Farhod, chunki sen hozir 35 yoshga kirasan-da shu yil. 35da. Gapni ochig'i yarim umring уже o'tib ketdi. Shunaqa. Yashasang 80 yil yashaysan, 90 yil yashaysan. Средний выживаемость. 63 года, 63 yil средний O'zbekistonda mardlarni yashashi. Shunaqa. Mard emas, mujiklarni yashashi. Shunaqa.
Ne, мужчина в смысле. Tushundim. Srednим 63 yoshda mard odamlar yashaydi. Xo'p, xullas. Ya'ni takomillashtirish, ya'ni sistema senga kerak, to'g'rimi? Xo'p, sistema. Keyin nechta uchenik senga kerak? Ishing zo'r bo'lishi uchun. Voy. Ishim zo'r bo'lishi uchun qanday aytsam, qancha ko'p bo'lsa o'shancha yaxshi. Faqat ishlaydigan uchunlik kerak-da. Farhod son haqida gapiraylik, chunki biznes birinchi navbat bu son, bu Hozirgi paytda mana shu ishxonada данный момент 5 ta bo'lsa yetadi. 5 ta bo'lsa Временно это. То есть yanada Farhod, davay real qaraylik, o'rtog'im, real qaraylik. Mana masalan hozir 5 ta odam olib kelish muammo emas. Men hozir bitta reklama beraman, 5 ta odam keladi san oldingga. Ular biladimi nima ularni kutadi san oldingda? То есть uchinik nima ish qilishi kerak, usta bo'lishi uchun bormi shu narsa? hozircha yo'q, qilib qo'yamiz hammasini. Qachon qilasan? Senga yordam beraymi yoki o'zing qilaverasanmi? Endi san birinchi очередda mana yaqin og'aynim, sansiz ish bitmaydi. То есть har men ertaga o'lib ketsam, men sizdan san yashayverasan. Вот давай вот так. У меня mana shu videoda как она есть, men qanaqa hayotda bo'lsam, xuddi shunaqa videoda men birovni aldash bilan noto'g'ri bu narsa. Odamlar уже mana shu muvaffaqiyatdan уже charchagan уже odamlar. Вот на самом деле-da, Farhod, hozir masalan birovni aytmaylik, men Instagramda ko'rgan mashinangni, mana masalan Instagramda ko'rgan mashinangni hayotda ko'rsang, u qanaqa tuning qilmagan bo'lsa, baribir hayotda boshqa narsa. Endi qizlarni-ku вообще gapirmayman men. Shunaqa. Bor-ku shunaqa narsa. Ha, shunaqa. Mana shu уже Instagramga mana shu narsaga odamlar уже ishonmaydi deb o'ylayman. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Mana masalan hayotda boshqa narsa, Instagramda boshqa narsami yoki Instagramda qanaqa bo'lsa hayotda ham shunaqami? Обязательно yozinglar bu haqida, chunki bas уже mana shu yolg'onlik уже дальше ketmaydi. Yolg'onlik уже o'zini predeliga keldi. Bu da puzirda, mыльный puzir. Shu bo'lib bang'ilaydi u narsa. Men qaragin, mana shu 24-25-yilda nechta bloger qamaldi, mana shu знаменитый Rossiya Pasiyada, boshqa davlatlarda, o'zimiz davlatimizni men aytmayapman, chunki bizda bunaqa narsa ko'rmaganman hali. Ya'ni info biznes bor, anaqa mendan kurs sotib ol, ertaga san bo'y bo'lasan. Shunaqa. Birov haqida yomonlik emas u, lekin boshqa davlatni hozir gapiryapmiz. Endi baribir senzura bo'lishi kerak-da deb o'ylayman. Xo'p, Farhod, gapirgin, o'zing qilasanmi yoki yordam beraymi? Albatta, sana yordaming kerak bo'ladi. Sandan nima yordamim kerak bo'ladi? Instruksiya men senga qilib beraman, uchenik uchun. Shunaqa instruksiya bo'ladi. O'shani обязательно yordaming kerak bo'ladi. So'rayman. Qilib bersang, juda ham xursand bo'laman. Birga qilishimiz mumkin. Men o'zim o'tirib sen uchun qilib o'tirmayman. Bo'l. Sababini bilasanmi nima? Senga ham kerak bu narsa. Shunaqa, to'g'ri. Miyani ishlatish kerak. Shu bo'ldi, miyani vaqti keldi. Hozir aytishniklar juda ham zo'r pozitsiyada yuribdi hammasi. Ya'ni biz hozir kelishdik, eng birinchi navbat ucheniklar instruksiyasi, ya'ni ustaga chiqdiki, uni ham instruksiyasini qilib qo'yamizmi? Конечно, albatta. Xo'p. Sana kirim-chiqim daftarlaring bormi? Sen bilasanmi qancha kirim-chiqim bo'lyapti? Bor, daftarim bor. Klassno. Demak, biz endi bu juda maxfiy informatsiya deb hisoblayman. Biz o'shani ko'ramiz va определенный summalaringni, ya'ni поступленияларni ko'ramiz-ku. O'shani plan qilishimiz kerak. Chunki masalan hozir yanvar tugayapti, fevral boshlanyapti. Sen fevralda masalan ipotekang bor. Faqat ipoteka, boshqa narsa yo'q. Hozircha ipoteka. Ipoteka, arenda. Ipoteka, arendada. Aha. Kirimlaring, chiqimlaring bo'lishi kerak, ya'ni prognozing bo'lishi kerak. Nechta moshina qilishing kerak. Men bizda hozir ko'rgan narsam, biznes это вот как havoga otib o'qimoqchi bo'lasan-ku. Ya'ni pulemyot bo'lardi-yu, konstruksiyalar bormi? B5-1 bo'lardi-yu. Men shunda chiqib, o'sha bilan otish, birontasiga papadat qilsa o'xshadi, papadat qilmasa, seni birontasi snosit qiladi. Biznes ham xuddi shunday men ko'ryapman, to shu bo'layapti. Menda ham bo'lgan bu narsa. Haligacha bor.
haligacha bor, lekin o'shani harakatidaman. Xudoga shukr, aql berdi Xudo. Shu yil 3-mo'chalimni ko'raman, bu yil nasib bo'lsa, o'shanda ham aql berdi Xudo, harakatdaman. Lekin o'sha bilimlarim omonat bo'lgani uchun bir o'zim bilan qoldirmoqchi emasman. O'shanga nafaqat sanga, balkim podpisчикларga ham shuni beramiz. Ko'chaga chiqamiz bo'lmasam. Bu yoqda ozgina bolalar ishlaydigan joyi ishlash kerak edi o'shanga. Farhod, endi asosiy maqsad biznesda bu savdo, ya'ni pul. Ya'ni pul aylanmasi. Eng birinchi narsa qilishing kerak bo'lgan narsa это DDS, P&L, Profit and Loss List. Ya'ni pul har bitta so'ming, har bitta so'mgacha, har bir so'mgacha tushumlaring va chiqishinlaring. Buni eng birinchi navbat qo'yasan. Ikkinchisi, sana finanslaring bor, ya'ni shaxsiy va ishxonani pullari bor. Bu pullarni alohida qilib qo'yasan. Вообще alohida. Ya'ni ishxonaga bo'lgan kirim bu sani puling emas, bu ishxonani puli. Mana masalan hozir qonun bo'yicha ham ishxona, ya'ni firma bu alohida subyekt, firmani o'zini hisob kitob bor, naloglari bor va hokazo. O'shanga firmangni, hozir sen YTT sanda. O'sha YTT'ning pullari bu sani pullaring emas. Bu firmaniki. O'shanga eng birinchi navbat hurmatli ustalar, o'zingizga oylik belgilab qo'yinglar. Ya'ni sen ertaga o'sasan, o'zingni o'rningga kelgan odamga o'sha o'zingni oyligingni berasan. Keyin ya'ni dividendga yashab yurasan. Oylik. Mana masalan hozir sen shu kompaniyaning rahbari, oylik belgilab qo'yasan va o'sha oylikka yashab qo'yasan. Keyinchalik ketdik. Mijozlaring, hozirgi kunda mijozlarga nima kerak? Hissiyot kerak. Ya'ni o'zi kelgan joyi hissiyotlari. Ya'ni sen usta bo'lsang ham, sen o'zingni yaxshi ko'rishing kerak va o'zing uchun eng zo'r sharoitlar yaratishing kerak. Mana masalan odam keldimi, ishxonangga qaraydi, qanaqa san ishlaysan va o'sha payt qaror qabul qiladi, sandan sotib olish yoki sotib olmaslik. Ya'ni Instagramda hammasi ideal bo'lishi mumkin. Hayot bilan Instagram agarda farq qilsa, bu juda ham katta muammo. Biz odamzod shunaqa tug'ildiki, yolg'onlikni biz his qilamiz milliard kilometrda. Mana shu haqida ham обязательно shuni yodlab olinglar. Ya'ni aldash mumkin emas. Aldash qanaqa bo'ladi? Men masalan hozir Instagramda qo'yishim mumkin hayotimni inomarka arendaga olib, men shunaqaman, krutoyman yoki kreditga olib yoki qarzga olib yoki birovning narsasi bilan olib o'zimni zo'r ko'rsatishim mumkin, lekin odam keldiki, u biladi-ku, to'sha u meniki emas. Bir kun biladi-ku, hammasi fosh etiladi-ku. O'shanga ishxonangni birinchi navbat top-toza qilib, men bu yerda zo'r tomonlaring, to'sha ko'p narsani pulini yozib qo'ygansan. Men mijozingman, 450 ming so'm ko'ryapti, biladiki sen aldamayapsan. Hamma narsalaring. Ya'ni price listing bormi ish haqida? Qaysi mashinaga necha pul o'rnatish? Katta qilib qo'y, hammaga ko'rsin. Qo'rqma, bu seni ish haqqing. Odamlar bilish kerak, nima ularni kutadi. Ya'ni, masalan, odam birinchi marta hayotida bilet o'rnatsa, u bilmaydi nimaligini bilet. Hozir любой joyga borsang, tumankaga led qo'yib bersa ham, oka sveti zo'r bo'ladi, javob deydi. Bizning odamimiz juda ham sodda ishonadi. Lekin aslida bu haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Shunday. O'shanda sen masalan 4 ta 5 ta mashinaga test drive'ga fara taxlab qo'y. Qachonki odam biladi, to'shto puli qo'yib ketmaydi, o'sha payt sendan roziona bo'lib oladi va o'rtoqlariga ichishni boshlaydi. Qachon qilasan test drive'ga fara? Mana tayyor fara. Kelsin taqib beraman. Tayyor farang bor, ha? Mana. Onyx minadiganlar, Onyx birinchi pozitsiya. LTZ pozitsiya. Primerga o'xshatib qilingan, no LTZ. Primerdan zo'r yoritadi, men javob beraman. Agarda Primerdan, Radnoydan yomon yoritsa, men shu farani men sovg'a qilaman. Javob.
tayyor fara PNL'ingni ko'rdingki, o'sha PNLda qaysi mashinadan sanga daromad kelgan, ya'ni qaysi mashinaga sotding va o'sha mashinalarni kuchaytir. O'sha mashinalarga ko'proq variant qilishni boshla. Усиливай сильно, ya'ni kuchli narsangni yanada kuchaytir. Ketdik дальше Farhod. Shunday qilginki, mijozlaringga приятно bo'lsin shu yerda yurish. Приятно bo'lsin mana shu narsalarni olish. Ya'ni menda ham xuddi shunaqa polka bor edi, shisha bilan olib tashladim shishani. Chunki bu qanaqadir to'sqinlik. Miya, savdoda miya ishlaydi. Ya'ni har bitta sotuv bu impulsiv sotuv bo'lishi mumkin. O'shanga ham tayyor bo'lishing kerak. Endi bu vakuumchilarning joyi, imkoniyating bo'lsa, bolalarga joy qilib ber, kiyimini o'sha yerda almashtirsin. Yangi darajaga, yangi уровеньga chiqishga harakat qilgin. Bu hayotda bo'lmasa qolib ketasan. Senda ikkita yo'l bor. Yoki sen rivojlanasan har kuni, yokida qolib ketasan. Bitta o'rinda qolsang qolib ketasan. Mana masalan Buxoroda Chorbaqir degan joy bor. Men 20 yildan beri o'sha yerda borib shashlik yeyman. Hozirda bizda Yar biznes klub bor. O'sha klub bilan ertalab samolyot bilan boramiz. O'sha yerda ovqat yeymiz, kechqurun samolyotda qaytib kelamiz. Nima uchun? Chunki ta'mizi, mahsuloti yaxshi va eng zo'r hissiyotlar beradi. Sen ham borgan o'sha yerga. Chorbakirni yaxshi ko'radiganlar bormi? Sizlarga kattakon salom. Keyin qara, sen fara regulirovka qilasanmi? O'sha haqida odamlar biladimi shu narsani? Yo, mana sen yo'lni bo'yida kuniga 1000 talab, 10 mingtalab mashina o'tadi shu yerda. Fara regulirovka deb yozib qo'ygin biron joyda. Reklamalarimiz bor edi. Reklamalarimizni yo'l yuzi hisobiga qo'yish mumkin emas deydilar. Ya'ni organdan odamlar kelib olib tashladi deydi. Bitta yarimtasi qolib ketgan, mayli, lekin ko'paytiraman deb aytishgan. Farhod o'shani qonuniy tomonini qilgin. Qonuniy, ya'ni hokimiyat orqali menimcha qilib bo'ladi. Kim shuni bilsa, обязательно yozinglar, shuni yordam beraylik. Ya'ni reklamasi ko'chada ham bo'lsin. Sen bilasanmi, qanchalik odamlar bilmaydi? Mana shu yerga kelib farasini barcha kasalliklarni davosi borligini bilasanmi? Shunaqa bilmaydi ko'p kishi. Boshlash kerak. Mani joyim chetda, o'tda moshin o'tmaydi, tupik joyda. Mani Instagramdan boshqa joydan topib keladi o'sha yerga. Sani eng zo'r joying to'shozan yo'lni bo'yida. Qilamiz. Hozir mana bu yerda ham harorat, men sovuq yeb o'tiribman-da. Sen uchinik ko'paytiraman, shogird ko'paytiraman deysan-da, ular ham odam. Ular ham xohlaydi yaxshi sharoitda ishlashni. Eng kamida 20 daraja illiq bo'lishi kerak shu joying. Pul sarflashdan qo'rqma biznesga. Chunki bitta rus tilida aytaman, неправильная экономия приводит к нищете, Farhod. Bular hammasi meni tajribam yillab, millionlab pulimni sarf qilgan tajribalarimni senga shundoq beryapman. Umiddakiman, sen shuni ishlatasan ertaga. Все. Bu yerda tonirovщиklaring, to'g'rimi? Xo'p, qara. Tonirovka bu sani biznesingmi yoki odam boshqa odamnikimi? Tonirovkani o'zim yopishtirmasam, lekin bu meni biznesim, ya'ni oldinlarda tonirovщигimiz arendada o'tirardi. Hozirgi paytda arenda to'g'ri kelmadi tonirovщигimizga va menga topshirib qo'ydi, ya'ni men sizni qo'lingizga ishlayman dedi. Xo'p. Endi mana shu tonirovkani ham rivojlanish yo'li, mana masalan bizda Avtobotda men tonirovka qilib beraman-ku. Keyin oxirida zamir qilib beraman, videoga syomka qilib beraman, foizi to'g'ri kelishini. Chunki shtrafi 8 million qancha. Oddiy narsa, sen garantiya berganki, to'sha sani tonirovkangga GAI keyin shtraf qilmaydi. Ya'ni qadriyat bergan.
narx beradigan bo'lsang, ya'ni san bunaqa bola emas, lekin hammaga murojaatim narx bilan raqobat qilmanglar. Chunki puli ko'p odamlar juda ham ko'p va yillab minusda o'tirib birdaniga plyusga chiqishi ko'p bizneslar shunaqa qilinadi. Eng oddiy misol Yandex. 18-yil, 17-yil kirganida 5000 so'm bilan Mercedes kelardi oldinga. Bozorni egallab oldi. Hozir masalan san ko'chaga chiqib taksi ushlamaysan-ku, to'g'rimi? To'g'ri. Masalan, ko'chada taksi 10 ming olsa, Yandex 35 ming olsa ham sen Yandex bilan borasan. Senga qadriyat beradi va sen bilasan o'sha paytki seni aldamaydi. Shotchik bo'yicha sen ketasan. Shunday. Aldanib qolmasligi uchun odamlar pul sarflaydi. Chunki Yandex zo'r joyi nalog to'laydi. Davlatimiz byudjetiga nalog to'laydi. Haydovchi staji ketadi. Ya'ni pensiyaga ertaga qiynalmaydi. O'sha narsa uchun odamlar pul beradi faqat. Sanda ham xuddi shu. Menda Avtobotda menda OOO, ya'ni mas'uliyati cheklangan jamiyat. Meni ishxonamda hozir 5 kishi ishlaydi. 5 kishiga taxminan 1 milliondan ko'proq nalog beryapman. INPS, fond оплаты труда, FOD, INPS ga men beryapman. Bu bizning majburiyatimiz. Qachonki biz davlatimizga yordam bersak, o'sha payt davlatdan ham qaytadi. Mana men hozir biznes qilyapman va 10 yil oldin mehmonxonamni yuritganimda vaziyat boshqa bo'lgan. Naqd pul muammo bo'lgan. Hozir naqd pul muammo emas, konvertatsiya muammo emas. Masalan, shotingda pul bo'lsa, uni вообще shunaqqa chiqarib olasan. Avval qancha yugurib yurarding sanab magaziningda? O'shanda hozir tеневой ekonomikani olib tashlasak, ertaga oyliklaringni va daromadlaringni ofitsial tarzda ko'rsata olsang, ishongin menga, любой posolstvoga ham kirsang, biron joyga sayohatga san borasan. Mana qachon yana borasan sayohatga? Yaqinda fevralda boraman. Fevralda borasan. Endi u yerga viza kerak emas-da. Viza kerak bo'lgan joy, masalan, Amerika desak, o'sha yerga sen daromadingni ko'rsatishing kerak. Shunaqa. Ular bilishi kerak, o'sha sen o'tda qolib ketmaysan, migrant bo'lib, nelegal bo'lib. Xuddi shu narsa. Ruscha deganda обеляйся просто. Завтра это foyda beradi senga. Men uchun masalan eng katta primer bor, bu korzinka. Qanchalik Zafar Kamilovich borlar, qanchalik biznesni qurganlar. Men уверенman, har bitta chekini prihod, расходи bor, NDSlari bor. Agarda nalog to'lab odam kamayib ketardi agar, menimcha korzinka ishlamasdi. Masalan, do'kon, qanaqadir do'kon bor, yarimtasi ofitsial, yarimtasi noofitsial, norasmiy, rasmiy ishlasa-yu, ular lekin 1000 ta do'kon bo'lganini haligacha men ko'rmagan. Oddiy narsa faqat. Qanchalik ko'proq qog'ozda senda shartnomalaring, dogovorlaring, ishchilaring bilan dogovor qog'ozda bo'lsa, ofitsialni ishga olsang yoki dogovor qilsang, shuncha senda javobgarlik kamroq bo'ladi. Mijozlarning oldida, lekin mijozni oldida sen javob berasan, qonun oldida seni ishching javob beradi. Demak, biz kelishdik. Mana bu yeringga qarab qo'yasan Farhod. Mana bu setkalaringni qilgansan, hammasi yaxshi. Ishchilaringga sharoit qilib berishing shart. Bu must have, bu muhim. Bugundan boshlab ishlagan. Только, Фарик, это не должно остаться на камере, на видео, потому что я приду через пару месяцев. Eng oddiy narsa, mana hozir tonirovka o'lchaydigan apparat olsang, mana shu yerda yozib qo'y. Kafolatlaymiz, sizni mashinangiz jarimaga tortilmaydi bizdan keyin. Masalan, atirmalka, men kecha bo'lgan ofitsialniy avtosalonga 2 millionga ikkita oynasini atirmalka qilgan. Gay to'xtatdi, shtraf qilyapti, 65% chiqyapti. 8 million qancha shtraf? Mana shu atirmalka 10 milliondan ko'proq odamga tushyapti-da, Farhod. Axir mana shuni bir o'lchasa bo'ladi, u
Ofitsial avtosalon, u gigant avtosalon menga cheklarini ko'rsatyapti. Ular uchun o'lchab qo'yadigan apparat u $200 turadi, hech gap emas. Obro'y haqida gap ketyapti-ku. Test drayvga Farah qachon qilasan? Xudo xolasa ertadan boshlaymiz uni. Bugun boshla Farhod. Mana masalan sen hozir Onyx ni qilib qo'ygandasan. Endi bitta narsa aytaman. Onyx ni men bilganim bo'yicha GM рассрочкаga beryapti-da. Va o'sha yerda odam рассрочкаga olganda u tuningini o'ylamaydi. U рассрочкасini o'ylab yuradi. Cobalt va hokazo ular рассрочкаga emas, ular naqdga sotib olgan Cobaltchilar bormi? Ular esa o'zi tuningni o'yladi, chunki qarzi yo'q. Bu biznes, oddiy biznes sirlari bu. Sir ham emas, bu hamma odam biladi bu narsani. O'shanga mana masalan Nexus 3 bor, Cobalting bor, Gentra, Damas, shunaqa mashinalarni qo'yib qo'y. Ertaga boshlaysanmi, bugun boshlaysan, men sendan video отчет kutaman. Обязательно video отчетni shu yerni o'ziga qo'yamiz, chunki baribir montajiga vaqt ketadi. Va shuni обязательно reklama qilgin Farhod. Endi imkoniyating bo'lsa, rasmiy qilib, через hokimiyat qilasanmi, ko'chada yozib qo'y. Farani to'g'ri regulirovkasi. Odam masalan noto'g'ri chiroqlar bilan yuradi yoki mini ledlar qo'yadi. Ular bilmaydi to'shto uni chirog'i noto'g'ri. Ularga ham sotgan odam aytgan, aka bu zo'r narsa, bu to'g'ri, bu palosa yoritib beradi. Ko'zga tushmaydi deb aytar ekan. Bu ko'zga tushmaydi, bu past, bu baland emas deyapti. Endi har xil odamlar bor. Endi seni maqsading, qadriyating boshqa, boshqalarning qadriyati boshqa. Mana shu yerni o'zida fara regulirovka qilib, mana qara, mali kalsivoyda yurasan-da. Mashinalarning ustida antiradar pрошивка deb yozgan, to'g'rimi? Yozganini ko'rganmisan? Bu ham biznes-ku. Bu ham biznes model-ku. Mana bu yerda mashinangni qo'yasan-da, mashinangning ustiga yozib qo'yasan. Fara to'g'ri regulirovka, GOST bo'yicha tonirovka deb yozib qo'yasan. GOST ya'ni ertaga jarimaga tortilmaydigan qilib. Qo'ygin shuni, qilgin. Bu oddiy narsalar. Biz o'ylaymiz-ku, biznes bu og'ir narsa, uni qanaqadir marketing, yana nimadir. Bizani bor, ota bobomizni maqollarini eshitsang, любой marketingdan yaxshi. Chunki bizani ota bobomiz yulduz sanagan paytlar boshqa joylar yillab yuvilmagan. Masalan, o'qiganman, Napoleon Bonaparte hayotida 2 marta cho'milganmi shunaqa. Kim biladi, shuni yozib olinglar. Biznes haqida gapiramiz, tarixga ketyapmiz. Shuna. Mana masalan, tojik tilida bitta gap bor. Kidra xarashba obdoda korata butkon. O'zbekchasiga shuni перевод qilgan. Eshagiga suv bergin, pulini olgin. Yuragini topgin, pulini olgin degan gap bor. Lekin yuragini topib, muammosini hal qilib, o'sha payt pulini olgin. Shuna. 3 ta qadam. 3 ta oddiy qadam. Bu sen uchun va barcha obunachilarimiz uchun bepul ma'lumot olinglar, ishlatinglar. Mana shunday ko'rasan-ku, bironta biznes kursida boradi odamlar. Na ruchka, na qog'oz, hech nimasi yo'q, o'tiradi. Hozir senga bitta narsani ko'rsataman. Hozir ichkariga kelinglar, bitta narsani ko'rsataman. Mana qarang Farhod. Mana bu men kursga borganman, Davlatov kursiga. Yozganimni ko'ryapsizlarmi? Ko'ryapsizlarmi? Bu yozish kerak. Bu nafaqat Davlatovniki. Timur Sabitov bor, marketolog, xudodan marketolog u odam. Hozir uni ham ko'rsataman. Mana yozganimni qara. Qanchaman yozib olaman. Ko'rishlaringiz mumkin. Planshetim ham gigantura o'zimday.
bo'yim 185 santimetr. Hatto ko'p odamlar aytadi-ku, Instagramda siz kichkina deydi, hayotda katta ekansiz. Farhod meni sentrifuga deydi. Avval urushardik-da, endi yosh edik, urush qilardik ko'chada. Keyin короче, уже bir marta shunday bo'lgan, bittasini уже uryapman, ko'ryapman, javob bermayapti-da. Lekin oxirigacha borish kerak. Aql bo'lmaganki, Не вспоминай deydi. Bo'ldi, kerak emas unaqa gaplar. aql bo'lmaganki, manda to'sha bo'ldi, urush bilan hech narsani hal qilib bo'lmaydi degan bilmaganman. Bu aqlsizlik. O'sha payt уже olganman shu odamni aylantirib o'qib tashlagan. Ya'ni odamga hech nima bo'lmagan, lekin urushganmiz. Yoshlik endi 15-14 yosh edik. Endi yoshlik. Urushmanglar. Muloqot bilan barcha narsani hal qilib bo'ladi. Barcha narsa, hamma narsani. Faqat. Так, то, что я учился, показал, то, что тебе это сказал. Чем тебе еще помочь, Фарик? Вот ты просто сейчас на тест-драйв фары, просто сам hozir тест-драйвga fara berasan, odamlar уже aniq 100% biladi, то, что san aldamayapsan, bo'ldi sotib oladi. Narx haqida уже gap ketmaydi. Bu ham marketing. Mana masalan, sen farani ochib yopishing yaxshi. Men bilaman bu narsani. Mana shu rayonda barcha ustaxonalarga chiqing, kuzovnoylarga. Odamlar falon pulga fara olmasin. Masalan, Kia Sorentoni yangi farasi где-то 6 million atrofida turadi. Lekin stiklosi, shishasi singan bo'lsa, shishasi где-то $150 turadi, originali, zavod faradan yechilgani. Va $50 bilan masalan almashtirsa, 6 million qayerda, 2 million 400 qayerda. Ustaxonalar yurgin, qadriyat bergin. Ya'ni ustalar bilsinki, sandan keyin yuzi yorug' bo'ladi. Sen oqsoqollar mana buni qilishing kerak emas, bu amalda harakat qilgan. Hozir hammasini zapisi bor, dokazat bor kameraga. Ertaga qilmasang, Farhod bo'lmaydi bu narsa. Sen meni родноyim-ku, aka-uka-ku bizlar. С детства вместе. Hali Nexia'larda yurardik mana. Esingdami? Saxon 058 AAA firma. Nexia bo'lardi. Sen уже Lacetti'da yurarding o'sha payt. Farhodning Lacetti'si bo'lardi. Saxon 808 edi nomerda. Nomer 1 edi. Nomer 1 edi shu bola. Hozir ham shunga hech gap emas qaytishing. Xudoga shukr. Farhod endi boshqa narsa haqida gapiramiz. Ya'ni sen Buxorodan kelding-a Toshkentga. O'sha payt seni men chaqirgan edimmi yoki sen o'zing kelgan edingmi Toshkentga? Toshkentga o'zim kelganman, lekin seni oldinga kelganman. Sen Yandexda yurarding o'shanda, to'g'rimi? Epica'da yurarding, to'g'rimi? Ha, Epica'da, lekin Yandexda yurmasdim. Epica olgan edim. Ha. Bu Vladivostokdan keyin, to'g'rimi? Ha. Epica olgan edim. Epica'ni sotdim, juda ham yomon mashina chiqdi. 5000 ga sotdingmi? Endi men 3 ta Epica minganman o'zi. Birinchisi birinchisini gapirma, men uni bilaman. Ikkinchisi yaxshi edi, uchinchisi xato edi ekanda. Da. O'sha uchinchisi eng katta xato ekan. Epica'ni sotib Cobalt olgan eding. Shunaqa. Cobaltda keyin Yandex qilgan eding. Shunaqa. Yandexdan keyin meni oldimga kelding, to'g'rimi? Shunaqa. Meni oldimda где-то 1 yilcha ishlading. Yo'q, Yandex qilishga san qo'ymagansan meni. Yandex qilib yurgan paytim, men qilsam, qo'lingdan ish keladi-ku, nima qilib yuribsan? Yur ana bu ishni qil, men bilan birga qil degansan. O'sha payt men, "Yo'q, qanday bo'ladi? Sani ishing" deganman. "Yo'q, kel oldimga ishlasan, yaxshi odam bo'lib ketasan" degansan. Sen meni ana shu ishga nima qilgansan? Joylashtirgansan, sen ana shu ish qo'lingdan keladi, ana shu ishni qilasan degansan. Biratlar menga qancha bilmaganimni o'rgatgansan, qo'ygansan hammasiga. Endi как сказать, ustozsan o'shanga. O'sha narsalar esimda yo'q. Yo'q, shunaqa Keyin bo'lgan. Yandexdan Avtobotga keling, Avtobotda ishlading. Keyin Yandex qilgan paytim oxirida biza уже rugatsya начали. Ya'ni не rugatsya. Urishmadiku. Sen ishda, senga ish kerak edi, menga esa qanaqadir odamgarchilik, ya'ni biznesda noto'g'ri narsa-da bu. Masalan, biron kishi xato qilsa, uni xatoni yopib qo'yish, bu
undan ko'ra olgin bitta to'pponchani oyog'ingga uzat. Chem birovni xatosini, ya'ni taku kompaniyaga zarar yetkazadigan xatosini kechirib yurishdan ko'ra. Endi haqiqiy to'pponcha emas, tayoqcha bilan oyog'ingga urgin. O'sha san ishxonada bo'lgan noto'g'ri narsalarni aytding, a man esa неопытный, как будет на узбекском? Tajribasiz. San noto'g'ri narsalarni aytgansan ishxonamda, men tajribasizligim uchun san bilan urushishni boshlagan o'sha payt. Endi urushish ham qanaqa, takoy urush emas, lekin to'g'ri kelmasligimizni. Farhod, men ko'rganman sani o'sishingni. Ya'ni o'sha payt ikkita farzanding bor edi, ayoling bor. Men ko'ryapman, shu san o'sding. Keyin san ishdan ketding. Bir oydan keyin mana oldimga kelding san. Rozi bo'lsang, men Buxoroda ochaman deb. Lekin o'sha paytda men senga Buxoroni, yo'q, Buxoroda ochmaysan deganman. Shu yerni o'zida ochasan. O'sha payt где-то 6000 mi, 7000 dollar bilan Farxatskidagi joyingni ochgan eding. Karvon bitta, lekin rizq mingta degansan o'sha payt. To'g'ri, o'z pul haqida, u rizqni qo'y. Pul haqida gap ketyapti. Где-то 7000 bilan Farxatskini ochgansan, men senga hamma narsa olib berganman o'sha payt. Mana shu regloskopingni ham, germetik apparat ham. 7000 emas, o'sha payt 8,5 ming, почти 9000 ketgan. No, xo'p, o'sha pul ketdi, o'sha pul ketdi. Ishxonangni ochding. Ochding. Ha. Dальнейший keyin dalshi yana почти 5 oy просто cho'nchagimdan to'laganman. Sekin keyin ish boshlanib ketgan. Endi hozirgi kunda kim o'zi biznesini boshlayapti, ustoz bilan boshlasangizlar, mana shunaqa 5 oy, 6 oy bo'lmaydi sizlarda. Sal tezroq bo'ladi bu. Chunki ustoz sizga tajribasini shundoq beradi. Sizda faqat желание, tartib, intizom bo'lishi kerak, shu narsani qilish kerak. Xo'p, 5 oy, 6 oy plyusga chiqdingmi? Ha. Plyusga chiqding. Hozirgi kunda mana masalan, men bilaman, mashina olding va mashinasini ko'rsatavering. Mashina olding va kvartira olding, to'g'rimi? Va bitta farzandli ham bo'lding. Xudoga shukr, o'g'illi bo'lding. Ikkita qizing bor va bitta o'g'ling bor. Xudoga shukr. Ya'ni Toshkentga kelib, mana shu hunarni o'rganib, hunar qilib, harakat qilib, Cobaltingni Trackerga almashtirding va o'zingni uyingni olding, to'g'rimi? Ipoteka bo'lsa ham sotib oldingmi? O'zingni joyingmi? Ha. Hozircha ipoteka ozgina qolgan, xudo xolasa uni ham yopib yuboramiz. Yopib yubor. Yana bitta kvartira olgan. Bitta o'g'lingga, bitta qizingga, yana bitta qizingga. Eng kami yana 3 ta kvartira olishing kerak. Nasib. Uchastka qilamiz, xudo xolasa. Qilgin Farhod, harakatingni qilgin. Faqat joyingda turma. Eng birinchisi mana shu 4 ta 5 ta narsani aytganman, o'shani qilgin. Bu pulga aylanmaydi bu narsa senga, lekin ertaga ko'tarishingga sababchi bo'ladi. Farhod, senga rahmat kattakon. Ochiqligingga, ya'ni samimiyligingga, juda ham sodda, samimiy inson ekansan. Hurmatli do'stlar, birinchi razborimiz ham tugayapti. Keyingi razborimizni kimni oldiga olib borsak? Agarda masalan siz o'zingiz ham xohlasangiz razborni kommentariyada yozinglar yoki bizning elektron pochtamizga yozsangizlar, biz обязательно aloqaga chiqamiz. Mana bitta oddiy maqsadim bor. Mana shu usta akalar, ustalarni yanada ko'tarish. Chunki men bitta video ko'rganman, maktabda, darsda bolalar o'tirganida bitta bola chiqib, "Mani dadam usta" deganida barcha bolalar kulgan edi va o'sha payt meni yuragimdan bu og'riq o'tib ketdi. Usta bo'lmasa bu dunyoda mashinalaringiz uxlab qoladi. Agarda farrosh bo'lmasa, ko'chalarimiz kir bo'lib ketadi. Xuddi shundoq ustaxonalarga yordam berishga harakat qilyapman va shu narsani oliy darajaga olib chiqamiz. Do'stlarim, обязательно obuna bo'linglar va kommentariyada keyingi mehmonimizni sizdan kutaman va обязательно ularning oldiga boramiz.